O, mana u uyda dadasi ekanda anchadan beri uy olaman deyatdim. Down paymentlarim tayyor turibdi. Lekin shu aksiga olib bir zo'r bir realtor yo'qda o'zimizdan shu aldamaydigan chestnisi bo'lsa-da, aldasa ham kamroq aldaydigan realtor bo'lsa-da, shu uyni taqillatib bosib olsak-da. Kim bu o'zi? Assalomu alaykum og'am, yaxshimisiz? Siz qidirib yurgan realtor mana biz bo'lamiz-da. Well, here we are. New York, New Jersey, Pensilvaniya shtatlarida kerak bo'lsa yiliga 70-80 talab uylarni bosib yotimiz. Qarashamiz, inshaalloh bu uyni ham olib beramiz. Uy yomon emas, 70-yil ekan, lekin tomlar yangi, oshxona polniy akkuratni yangi qilingan, HVAC sistemlari yangi. Uy polniy stoyid, lekin sizda pre-approval xat bormi o'zi? Pul o'zi nima? Menda unaqa narsa yo'q, faqat pul bor ozgina down paymentga. Pre-approval bu shu uyni sotib olish uchun bankdan pul beraman degan xatda og'am. Hozir yes qilamiz, bu ishni ustasi bor bitta. 1 minut. Alo. Assalomu alaykum og'am, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Men Husniddin bankir bo'laman. Sizga uy olishga yordam kerak ekan, bizning komandamiz qarashadi. Komandamiz Amerika bo'ylab 8 ta shtatda ipoteka qarzlar chiqazamiz. Sizga mana bu uy yoqib turibdi ekan, bu uyni ham inshaalloh olib beramiz. Faqat sizdan bizga income taxlaringiz kerak. Endi Husniddin bankir bilasiz, bu yil sal shu nalog kamroq bo'lib qoldi-da, shu bilan ham yechim bormi ekan ha? Unday bo'lsa ham bizda yechim bor. Yashang. Uni bank statement qarz deydi, nalog to'lamasdan ham olishingiz mumkin. Sal ko'proq down payment qo'yiladi. Inshaalloh bizning komandamizga aloqaga chiqsangiz, bularning hammasiga qarashamiz. Azizlarim, sizlar ham Amerikada uy olmoqchi bo'lsanglar, mana Husniddin realtor og'aynimizga chiqinglar va Husniddin bankirga chiqinglar, uylarni ham moliyalashtirib beramiz. Ishlarga omad.